Hurmatli kanalimiz a'zolari, bugun sizlar bilan biz Geografiya 100 kun kanalida Afrika materikining tabiati haqida umumiy xulosalarga ega bo'lib boshlaymiz. Afrika demak insoniyatga juda qadimdan ma'lum bo'lgan materiklardan biri hisoblanadi. Afrika demak haqidagi dastlabki ma'lumotlar Yevropaliklar tomonidan 15-asrda berilgan bo'lsa-da, bu Afrika uchun qora kunlar, ya'ni qullar savdosining keng yoyilishiga olib kelgan kunlar hisoblanadi. Afrika haqidagi dastlabki ma'lumotlar Afrika materikining janubiy qismida, bu yerda Yaxshi Umid burniga qadar dastlab 1487-yilda Bartolome Dias tomonidan berilgan hisoblanadi. Ya'ni u Yaxshi Umid burniga qadar o'rganadi, Afrikani dastlabki ma'lumotlar berilgan hisoblanadi. O'zi Afrika qadimdan nomiga e'tibor beradigan bo'lsak, qadimda Afrika materiki Liviya deb atalgan hisoblanadi. Keyinchalik eramizdan avvalgi 2-asrda Gaffarel, fransuz olimi Gaffarel tomonidan dastlab Afrika so'zi qo'llanilgan hisoblanadi. Afrika so'zining ma'nosi chang degan ma'noni anglatadi. Demak, Tunis va mana bu yerda Tunis va Marokash degan davlatlar hududida demak berberlarning Afarik nomidan Afrika so'zi kelib chiqqan hisoblanadi. Endi Afrikani o'rganishda mahalliy olimlardan Ibn Battuta, arab sayyohi, marokashlik sayyoh olim 28 yil davomida dunyo bo'yicha yagona eng uzoq sayohatni amalga oshirgan sayyoh olim hisoblanadi. U qayerlarni o'rgangan? Sahroi Kabrni o'rgangan. Demak, Niger daryosining o'rta oqimidan quyi oqimiga qadar o'rgangan. Demak, Nil daryosining o'rta oqimi, Sahroi Kabrning umumiy hududlari haqida ma'lumot berib o'tgan hisoblanadi. Demak, Afrika materikining sharqiy qismini o'rganishda Ingliz va Amerika sayyohi demak Stenlining ahamiyati katta hisoblanadi. U sharqiy qismini o'rgangan. Mana bu yerda Zanzibar orollarini, ya'ni qalampir munchoq orollarini o'rgangan hisoblanadi. Nilning boshlanish irmog'i Kagira ekanligini dastlab demak Stenli tomonidan aytib o'tilgan hisoblanar ekan. Afrikaning janubiy qismlari Zambezi daryosidagi Viktoriya sharsharasiga nom berilishi, demak Kalahari cho'li, Namib cho'li, demak janubiy qismlarni o'rganishda esa demak sher og'zidan tirik qolgan sayyoh olim deb ataladi, David Livingstonening hissasi katta hisoblanadi. Afrika haqidagi dastlabki ma'lumotlar o'rganilish tarixi aynan mana shu bosqichlardan boshlangan hisoblanadi. Keyingi davrlarda Afrikani o'rganish demak qullar savdosining keng yoyilishi, ayniqsa Afrikaning bizga yaxshi ma'lum bo'lgan g'arbiy qismlarini umumiy ravishda mustamlakachilik davrida qullar savdosining keng yoyilishiga olib kelgan hisoblanadi. Afrika haqida dastlabki ma'lumotlar olimlar mana shunday to'plagan hisoblanadi.